Nodir aka, nima uchun Arion traktorining konditsionerining gazi ko'p hollarda asta-sekin kamayib ketadi? Bunga sabab nima? Tashqi tomondan konditsioner sistemasini tekshirib ko'rganingizda hech qanday gaz chiqish joylarini aniqlay olmadingiz. Demak, sizda muammo kabina radiatorida bo'ladi. Kabina radiatorlari ko'p yillar ishlagan traktorlarda changga to'lib, asta-sekin detallar yemirilib, kichkinagina teshik hosil bo'ladi va o'sha yerdan asta-sekin chiqib ketishni boshlaydi. Ushbu muammoni qaysi to'g'ri yo'l bilan bartaraf etish mumkin? Birinchi navbatda shu kabina radiatorini yangisiga almashtirish lozim. Bizda kabina radiatorini sertifikatga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchilar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri hech qanday o'rtachisiz olib kelgan radiatorlarimiz mavjud va bu radiatorlar sinovdan o'tkazilganligi haqida bu yerda belgisi bo'ladi. Shu probkani yangi sotib olganingizda yechgan vaqtingizda 5 atmosfera havo chiqadi. Bu radiatorlarni albatta o'rnatib bo'lgandan so'ng mutaxassislar tomonidan maxsus belgilangan uskunalar yordamida zapravka qilish kerak. Shundan so'ng mo'tadil sovuq iqlim hosil bo'lib, kabinangizda komfort hosil bo'ladi. Agar sizga bu radiatorlar kerak bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin.